Hozir bir qiziq voqea bo'ldi. Endi telefon qilindi. Boshliq telefon qilyapti qisqas. Bir joyda ishladim, bir 15 kuncha bo'ldi. Bir 3 kun ishladim fasatiga. Hali tashqari tarafiga bundoq patolog qo'yatdim, hozir o'stirmasiga. Da ishlab kelsam, derazasini oldiga kelsam, uyiga settalab ketadi, kechqurun keladi. Men ularni ko'rmayman. Uyda hech kim bo'lmasdi. Derazasini oldiga yetkazsam, uyda iti bor ekan. Uyning ichida ina manga qarab, vallahi yo'q, ina qo'rqitib yetdi. Deb qo'rqsam, vangillab o'sha ichkariga kirib ketdi. Qisqasi endi u telefon qilibdi boshliqqa. Kamerada ko'ribdi-da, tashqarida kameralar bordi. Boshliqqa telefon qilibdi, qisqasi haligi iti uyning ichidan chiqmay qo'yibdi, uyachasining ichida. Yana veterinarga olib boribdi, olib borsa itingiz psixologik travma olgan debdi. Kimdir qattiq qo'rqitgan debdi. Nimadandir qattiq qo'rqqan debdi. Yana kamerada ko'ribdi, nima qo'rqitganim. Endi buni haligi veterinar psixologga olib boryapti ekan, 10 ta seans aytibdi. Bitta seans 3000 dan ekan, 3000 rubldan. O'shanga tuzalib ketsin bitta seansda. 10 ta seans bo'ladi. O'sha bitta seansda tuzalsa 30,000 rubl to'lashlar dermish. Psixik travma. Psixologga qanday ekan haligi.